أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bizning duolar kanalimizga xush kelibsiz. Bugun inshaalloh kun davomida ehtiyojimiz tushadigan duoni o'rganamiz. Duoning natijasi shunday bo'ladiki, sizga ibodatlarning barcha turlari Alloh taoloning izni ila yengillashtirib qo'yiladi inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Duoning ma'nosi: Allohim, seni zikr qilishimda, senga shukr aytishimda va go'zal ibodat qilishimda menga yordam ber. Duoni takrorlayman. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Duoning ma'nosi: Allohim, seni zikr qilishimda, senga shukr aytishimda va go'zal ibodat qilishimda menga yordam ber.